Hamidjon! Dada! Nim bo'ldi odamni qo'rqitib? 100 ming koy pul bor kartani bera. Nima? Gap qilmaysan-ku? Oyshamxon bilan to'y qilay degandim. Bu ishlarni senmi bilasan-ku? Oyshamxon bilan ikkimizning to'yda oltin bilaguzuk, uzuk, zanjir sog'isi bor ekan. Men mushularni eppadim. Qolgan pullarni to'yliq deb berib etdim. Sen? U men ming bir jafoda topgan pul emasmi? Sen ammagan xotinga nima uchun pulni xashlab etsa? Sening pul tepishingmi men uchun emasmi? Xajlasan nim bo'pti? Apam hayat vaqtida sizni yaxshi ko'rma. Sizdan boshqa hech kimga ko'nglimni bermayman deb atatdim-ku. Endi bo'lganda nima ish bu? To'li o'lib ketgan odamning gapini qilib, o'g'amni qaynatma. Har qanday odamning xotinni aldash uchun deydigan gapi u. Nima dedim? Anlab tur Hamid. Necha vaqtdan beri seni bek cho'ng bilib, voydab ketibdim-a. Hozir bek pushaymon qilyaptim-a. Esit, opamning son qilgan aqidasi. Bundan keyin menda qizig'ini unutib ket. Osh xotin bilan baxtini topasa. Aka, mening jiddiy bir yak barg'ashim chiqib qoldi. Chetim sal maylashib ketdik, uyga kirib bir yuvib chiqay. Mashinani o'ng'ishtirganmiz, ha? Hey, to'xta. Mao Navqironning zanjivil choy supini. Buning bilan yuvib boq. Ha, bu bulam aka. Navqiron choshdagi masalani hal qiladi degan gapni anglagan bo'g'iydan. Bir ishni faqat tushunmadim aka. Nimishqa bu burun ayolingizning gapini qilib, qizingizning bunday g'ururga tegsiz? Mening uncha uzoq yashag'idek vaqtim qolmadi ukam. Har oyda 3000 yandan ortiqroq yurak asrash to'g'risi ipichiman. Qizim har oyda 3000 ko'yning yo'qolib ketganligini bilsa, mening keslimdan gumon qilib qoladi. U meni davoltiman deb turib oladi. Uningdan ko'ra Oyshamxon bilan to'y qilaman deb yurtga ketib, tuqqanlarning uyida jon o'lsam yaxshi emasmi? Men o'lib ketsam, 100 necha ming ko'yni oldin topshirib, shahardan uy ola oladi. Xalqning oldida yalvorib, ijara topshirman deb yurmaydi. Vay, bular chaqqan. Pulozat bormi yo'qmi? Adam ahmoq qilmay bular. Sal saqlab turing, ha? Mushtaq bichar qiyofat kirosama ish chog'irtudi deb qoldingizmi? Ahmoq qilmay adamni bular izda. Dada, Voy, ketgan to'ng'a. Nima kelding? kartini akila. Hammani angladim. Jura doktorxonaga boramiz. Bo'ldi, bormayman. Nima? Rostdan meni tirik yetimga aylantirmoqchimisan? 10 yildan beri onasizlik kunib bo'ldi. Endi dadasizlik kunsin demoqchimisan? Qizim, men seni bu yerga yoqi yurtliq qilib qo'yg'im yo'q. Men baribir saqaymayman. Mayli. Men eng oxirgi 1% umid qilsam, chuqum tirkishiman. Ammo sensiz bir minutni yashayolmayman.